Turizm ismli kamerali ochki bilan $400 kamerali ochkini solishtirib ko'ramiz. Turizm ismli ochkining korobkasidan qara nimalar chiqadi. Instruksiyasi, ikkita linzalari, keyin ikkita yana nimaduri, zaryadkasi va ochkining o'zi. Короче, sanikidan ko'proq narsa. $400 ochkining korobkasidan bo'lsa, menda futlari chiqadi. Bu futlarni ochsang, ichidan ochki futlarni o'zida zaryadka oladi. Yana instruksiyasi bor va kichkina sochiqchasi chiqadi. Kamerasi menda 12 megapiksel 3K video oladi. Sandachi? Menda kamerasi 5 megapiksel 720p oladi, lekin video bilan rasmlarni ko'rmasdan baho bermagansan. Okey, farqi yo'q. Mana men hozir yorug'da va qorong'uda video olganlarimni o'zing ko'r. Hammasi menda Reels formatda olinadi va Instagramga ham mos bo'lganiga telefonchi aka va nechta blogerlar mana shuni ishlatishyapti. Sendaki fake emas. Menda ham почти shunaqa. Faqat Reels emas, YouTube formatda oladi videoni, lekin sifatini qaragansan, da ko'rinib turibdi zo'r. Yo, sen kulmagin unaqa odamlar ustida. Rasmlarni ko'ring. Xo'p, qara unda. Menda sun'iy intellekt bor. Hey Mara, take a photo. Desam, rasmga oladi. Qo'limni ham ishlatmasdan rasmga yoki videoga olib yuraversam bo'ladi. Mana korobkasida ChatGPT bor deb yozib qo'ygan. Hozir menda ham bor, ishlash kerak. Hey ChatGPT. Allo. Ko'rib turganinglar-da, original mahsulot, baribir original ekan. Agar sizlar ham mana shu Ray-Ban'ni sotmoqchi bo'lsanglar, ChatGPT uyaltirma. Allo, Ray-Ban Meta o'z kanaliga murojaat qilishingiz mumkin.